O'sha yoshligimizdagi sutli quyuq kokteylni eksperiment yo'li bilan uy sharoitida tayyorlashni aniqlaymiz. Eksperiment uchun ikki xil uslubda kokteyl tayyorladim. Birinchi kokteylni sut va muzqaymoqni blender yordamida aralashtirib olib tayyorladim. Kokteyl quyuqligi o'rtacha. Kokteylni quyuqroq qilish uchun muzqaymoqdan ko'proq qo'shish kerak, ammo u holda kokteyl haddan tashqari shirin bo'lib qoladi. Ikkinchi uslubi esa juda ham oson. Yarim litrli bankaga 6% li juda ham muzdekkina bo'lgan 100 ml sut quyib, shakar yoki shakar pudrasi va 4 dona muz bilan qo'lqoqni yaxshilab yopib, 5 daqiqa davomida yaxshilab chayqatamiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bankani yarmidan ko'pi bo'sh edi. Sut quyuqlashib, ko'pirib, banka to'lib qoldi. Yoshligimizdagi sevimli bo'lgan quyuqqina sutli kokteylni siri aslida mutlaqo oddiylikda. Eksperiment shuni ko'rsatdiki, blender va muzqaymoqlarsiz ham oddiygina bankada idealniy sutli kokteyl tayyorlash mumkin. Muzqaymoq bilan ham eksperiment o'tkazsak sizga qiziqmi? Fikringizni izohlarda albatta yozib qoldiring. Bu men uchun juda ham qiziq.